arzonga shunaqa zo'r noodatiy ichimliklarni qayerdan olishni ko'rsataman. Eng qizig'ichi bu Mировой brend. Wedrink bu yerda noodatiy yaxna ichimliklar tayyorlanadi. Ichimliklarning asosi tabiiy choylar. Ichimliklarning deyarli hammasi 20 ming so'mdan boshlanar ekan. Nafaqat yaxna ichimliklar, balki issiq sutli choylar, desertlar hamda muzqaymoqlar ham bor ekan. Odam namuncha ko'p, arzonligi uchunmi deb o'ylasam, yo'q, ta'mi ham zo'r ekan. Masalan, 6 uzum ichimligi. 6 ta konservalangan uzum, meva siropi va kokos jelesidan tayyorlangan bu yaxna choy menga juda ham yoqdi. Mana bu cheledagi mevali choyni qarang. Ichida bir necha xil tabiiy mevalar. Eng qizig'i juftingiz bilan romantika qilib ichishli ekanda. Xullas hammasini ta'mi bir-biriga o'xshamagan, har xil. Har bir did egasi o'ziga mosini topa oladi. Wedrink o'zi 20 yil oldin birinchi bo'lib Xitoyda ochilgan. Hozir dunyo bo'yicha 3000 dan ortiq filiallari bor. Shu qatorda O'zbekistonda ham 15 ta filial qilishga ulguribdi. Tadbirkorlar diqqatiga, bular hamkorlikda ishlashni ham taklif qilishyapti. Wedrinkning har xil filiallarida har doim turlicha aksiyalar bo'lib turadi. Masalan, Berunidagisida bitta ichimlik olsangiz, bitta morojni bepulga qo'shib berishyapti. Wedrinkning respublika bo'ylab 15 ta filiali bor. Biz hozir Beruni Milliy universitetining oldidagi filialda bo'ldik. Albatta yaqinlar bilan kelib ichib ko'rishni tavsiya qilaman.